Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan yana sayohat vlogini davom etamiz va Italiyaning eng turistlar, sayyohlar ko'p tashrif buyuradigan tarixiy joylaridan biri Pompey tarixiy yodgorligiga, Pompey shahriga keldik. Mana bu ko'rib turganingiz hammasi. Hozir mana kiramiz shu yerdan. Mana biz ichkariga kirdik. Ko'rib turganingiz bu Pompey shahri. Bu Pompey shahri Italiyaning janubiy qismida joylashgan, Neapol shahriga yaqin, Neapol hududiga qarashli va bu shahar 79-yilda Vezuviy vulqoni otilishi natijasida vulqon ostida qolgan ekan. Ya'ni shu vulqon 24-avgustda otilgan deb kelarkan, sanasi 24-avgustda 79-yil vulqon portlaydi va 20 kilometr balandlikka otilib, shu Pompey va yana boshqa yonidagi kichkina shaharlar vulqon tagida qolib ketadi. Shu 11 mingdan 20 minggacha bo'lgan aholi yashagan ekan bu shaharda. Va minglab odamlar shu vulqon tagida qolib ketgan. Mana ko'chalari, uylar, suv olingan quduqlargacha saqlanib qolgan. Bu yerlar vulqon otilgandan keyin qarovsiz qolib ketgan va 16-asrda shu qadimgi rimliklar tunnel qazish davrida bu yerga ahamiyat berib bu yerni topishgan ekan. Shundan keyin 18-asrlarga kelib to'liq bu yerlar kashf qilingan, yangitdan qazilmalar. Shu vulqondan keyin 6 metr qalinlikda qoplab qolgan ekan shaharni. Shu vulqon nimasi, suyuqligi. Ularning ostida hamma narsa to'liqligicha, odamlarning jasadlari, uylar, kiyimlar, hatto yeydigan ovqatlarigacha, devordagi yozuvlar, hamma narsa shu to'liq holatda saqlangan. Ular shu 18-asrlardan topilib, shu Pompey shahri shu paytdan yangitdan kashf qilingan. Mana bu yer bo'lsa bazilika ekan. Mana shuncha qismi saqlanib qolgan. Bu joy qadimgi rimliklar tarixini o'rganishda juda ham muhim, juda ham katta manba hisoblanadi. Chunki har qanaqa tarixiy joylar, mana bu 79-yilda bo'lgan bo'lsa, 2000 yillab buncha katta joy bunaqangi holatda yetib kelish qiyin. Bu vulqon tagida qolganligi uchun hatto kiyiladigan kiyimlar, yeyishgan nonlarigacha, idish tovoqlar, hamma narsani, odamlar ko'rinishi, hammasini bu yerdan o'rganish imkoniyati bor. Shu katta bitta shahar shundayligicha ko'p qismi qolgan, yetib kelgan. Mana shahar kattaligi kartasi. Hozir bu yerda ekanmiz. Shunaqa katta shahar. Mana bu naqshinkor joyini buzilmasin deb o'rab qo'yishibdi, original holatda ekan. Shunaqangi holatida saqlangan. Mana shular hammasi oddiy odamlar yashagan mahallalar ekan. Shunaqa 1,5-2 xonali bo'lgan shekilli. Mana bir xil. Mana bu yer amfiteatr bo'lgan ekan. Pastga tushsa bu tarafga o'tsa bo'lmaydi shekilliga, faqat bu tarafga yursa bo'lar ekan shekilli. Bu yoqqa kirilmas ekan va qanaqadir
rekonstruksiya qilishyaptimi? Mana o'tiradigan joylari bilan sahnasi pastga tushganda bunaqa yaxshi ko'rinmay qoladi. Tepadan olaman. Mana yo'llari ham shu paytdan saqlangan. Mana suv bo'lganda yoki bosib bo'lmaydigan yomon bo'lib ketganda tutib olishga katta toshlar qilib qo'yishgan. Oshxona. Mana bu yer hammom bo'lgan ekan. Odam onasi bor ekan, bu yerda saqlanib qo'ygan. Shu lavani ostida qolib ketganda endi albatta odam ichidagi chirib ketgan, lekin shakli shundayligicha saqlangani uchun undan shaklini chiqara olishgan bemalol. Mana shunaqa holatda bo'lgan ekan. Bu yer hammomni bir qismi ekan. Hozir ham boshqa taraflarni ko'ramiz. Katta shunaqa ustunlar, mana shular eski holatda saqlangan. Bu yer hammom bo'lgan ekan. Ko'rinyapti? Shu yoqqa suv to'ldirib ichiga tushib olishgan shekilli. Mana oshxona ekan bu. Xuddi o'zimizdagi hovlida, tashqarida bo'ladigan oshxonalar. Shunaqa bo'lgan ekan bularga. Naqshlar. Bu devorda odamlarning rasmi bo'lganmi? Bolasini ko'tarib turgan ayol. Bu yoqda bolasini ushlab ketayotgan erkak shekilli. Devorlarda san'at asarlari saqlanib qolgan ekan. 3D rasmlarga o'xshar ekan. Quarto principal. Hozir biz Lupanare degan joyga kiramiz hozir. 10 yoshdan kichkinaga mumkin emas deb yozib chekki. Non più di 10 persone. 10 kishidan ko'p kirsa bo'lmaydi. Uni o'zi o'sha ko'p odam kirib ketyapti. Bo'ri ini degan ma'noni bildirar ekan bu. Fohishaxonalar bo'lgan ekan u paytda Rimliklarda hamma boshqa xizmat ko'rsatish turlariga o'xshab ochiq xizmat ko'rsatish turi hisoblangan ekan bu. Mana rasmlari bilan saqlanib qolgan ekan, shunaqa ochiq xizmat ko'rsatadigan joy bo'lgan ekan. Alohida mana bu karavotlar ekan. Alohida karavotlar. Mana bu baland binoda bu teshik kanalizatsiya ekan. Hojatxonani kanalizatsiyasi. Shunday ko'chaga chiqib ketgan ekan. Oxirgi marta motlagani Vesuviyni 1940da ham shu Vesuviydan nima chiqqanmi valla. Chiqadigan joyda antikvarium deb joy bor ekan. Mana magazin ham, mana
Har xil kitoblari, Pompey haqida bolalarga, kattalarga. U yoqda shunaqa topilgan narsalar bor shekilli bu yerda hozir ko'ramiz. Shu yerdan topilgan narsalar ekan. Teskari yotgan itmi? Endi shu lava kelgan paytda qanaqa holatda qotgan bo'lsa, shunaqa ko'rinishda qolgan endi. Yosh bo'ladi. Haqiqiy suyagimi bu? Shu lavan tagidan shunaqa butunligicha chiqqan ekan shu idishlar, matohlar. Teparvodan ko'rinishi. Biz Pompey tarixiy joyidan chiqdik va mashinalar turar joyi shunaqa chiroyli ekan. Bunaqangi kichkina apelsin daraxtlari bilan desa ham chiroyli joyda ekan. Parkovka. Yana ustida apelsinlar pishib turibdi. Shu bilan sayohatimiz oxiriga yetdi. Ko'rishguncha keyingi sayohat videolarimizda.